bo'lsa tushiramiz. Sizlar nima ochiqlik, oshkoralik siyosatiga qarshiliklaring bormi? Qarshilik yo'qmi? Iltimos menga teginmanglar, gapirmanglar. Senga hech kim tegmi? Yo, agar ochiqlik, oshkoralik siyosatlaringga yo ish yuritilayotgan ish faoliyatlaring sir tutilishini xohlasalaring, meni olib ketishlaring mumkin. Men bloger emasman. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga muammo bo'yicha yetib kelganmiz. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, hurmatli yuqori turuvchi organlar, biz Muzrabot tuman mas'ullari bilan kelishilma olmagan bo'lamiz. Bu masala yechimsiz qolib ketgan bo'ladi. Chunki biz hozir tuman mas'ullari bilan ko'rishgani, shu masala bo'yicha yechim topgani, iltimos qilgani ketyapmiz. Ko'p kelib buzmoqchi bo'ladi. Onam mazasi qochib qolib, yiqilib, insli oldilar. Biz qayerga boramiz, qayerga yashaymiz? Hech qaysi bir organ, hech qaysi bir odam yordam qilmaydi. Prezident bobamiz eshitganga yordam qilardi. Yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bu kishilar uyi buzilib ketsa qayerga boradi? Bir jigar so'rayapti, xotini yurak kasal. Davidini topdi. O'sha hozir o'zi bilan turib, o'zi o'g'li kelini bilan yashayapti. Necha yillardan beri o'sha kelinini, o'g'lini farzandi yo'q. Topgan puli o'sha keliniga, o'g'liga ketyapti, o'zlariga ketyapti. Faqat bir pensiyaga qarab turgan inson. Men Ahmedov Tursunmurod Fayzulla, Surxondaryo oblast Muzrabot tumani Menotobod mahallasiga turaman. Ben maishiga 17 yoshimdan beri ishlab kelaman. Men mexanizator bo'lib. Men shu 90-yil maishiyatni bergan selset raisi. Yashab turgan xonadoningiz? Yashab turgan xonadonimda maishiyat bergan. Bega ukalar 6-7 ta fermer brigadlarida o'tkazdim. Kelib ishlaysan dedi, 2011 keldi. 2011 keldi. İşleysen dedim, yo'q deganimga borib Sheroboddan süt chiqarib, pirkat chiqarib uyda bo'lishga keldi. Keyin mahalla raisimiz keldi, uka buytma qo'y ishla tinch o'yna deb yarashtirib, keyin 11 yil ishladim, 2022gacha ishladim. 2022dan keyin mazlum qochib qolgandan keyin ishlay olmayman dedim, mayli dedi. Chiqib yurdim ukajon. Bir kun bir dalani suv yo'rdan suvni qarang dedi, suvga qarab turdim. Bir vaqt uli keldi, men aytdim, "Jiyan oyoq bo'lmayapti" deb uyga tayil dedim. Pastga dedi, "Dadam birov kesin" deyapti dedi. Pastga borsam 3-4 kishi va bir kishini urib o'tgan ekan. Qo'yinglar deb shuncha nima qildim, ko'nmadi. Desam, urdi, keyin ertasiga militsiya kelib bu yerdan olib borib ko'rsatma berdi dedi. Shu urga bo'lgan narsani aytdim. Umuman shantaj qilganmagan. Xudoga ishonsalar. Ishlar xodimi sizga guvoh bo'lgan narsangizni gapirib bering degan, siz gapirib berdingiz. Keyin gapirib berdim. Shunday bo'ldi dedim. Ana shunga 7 yilga qamalib ketdi keyin. Qamaldi ukajonlar. Qamoqqa yotdi 2023. Betim pirkat chiqib keldi. U qamoqqa yotdi, uy buzilsin deb. Ana shundan beri meni tindirmaydi. Borib Vent eşon bo'ladi ham yuvadim, yo'q dedim. Men deydi, agar Xudo kelsa ham deydi, uyingni buzaman. Men nima qilishimni bilmay sizlarni chaqirdim endi. Men 2 marta sudga berdim ham, sudda yangi qaror chiqarib berib buzilsin. 2012-yil chiqarilgan. 2012-yil chiqarilgan qarorni qayta chiqarib beryapti. Respublikaga yetib berdim. 3 marta ham, 3-chisini atvet ham kelgan yo'q. Nima qilishni bilmayman. O'zim o'qishni bilmayman. Kallayam uka tamom bo'lgan. 2018-yil ukajon mana prezident bobamizni nimalarimni kadastr qildim. Kadastrim bor. Shuni ham so'zlar bir nimaga olmaydi. Shu fermer qaytib kadastrni отказ qildirgan. Mana shunga endi bir yordam berib, bir nima qilingizlar deb iltimos qilaman. Men 2-3 marta so'zlarga bordim, so'zlar ham hech nima qilmaydi. Boraman chiqarib beradi, o'sadiga qolib, boraman chiqarib beradi. Qon zarda bo'lib ketdim ukan. Xotirimga kasal bo'lib qolgan. Yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Men shu oilani egasiman. Men birga kelib shu uyni qurganman. Mana shu kun har kun keladi, buzaman deydi. Bir kelib ijrochi militsiya parrada kelgan payt tajarniye tez yordam olib kelib, traktorda olib kelib hujum qildi, videosi bor. Men yiqilib o'lim holatga bo'lib qolgan,
ko'rganman. Men şundan bir davolatmaydi. Ko'chaga pulini olib cho'badi xo'jayinimdan pulini. Davolatmaydi. Mana shu kutib mana shu yashayman. Mana keldi buzildi, ana keldi buzildi. Qulog'im titib karbib qo'ygan davolatmaydi. Men kallam tamom begon. Yiqilganman shunda udar begon. Men o'zim bilan o'zim begonman. Bu ekson pulni olib ko'chaga cho'pgan. Mana buzildi deb turib kelaveradi. Mana keldi deb kechasi uyg'onsam ham shu ijrochi nimadan tushimga ham kirib kelaveradi. Bu bilmasam bu zulm qachon tugaydi? Shuni oxiri bormi? Yordam beradigan inson bormi? Bu terror to'qsoti qomadi Toshkentda ijrosi ham qomadi yo'qki bu tugasa. Tugamaydi. İltimos buni bir oxiriga yetkazib beringlar, bir yordam beringlar bu. Kunda boshimga bir manga buzaman. Buzgin borib deydi. Ha desa buz deyapti. Buzash kerak deydi. Ha ursin traktor bilan yana kelib ursin. Cho'li kampir shu tom do'stiga qo'yib o'layik. Qani bu o'lim bilan tugaymi? Nima bo'ladi buni oxiri? Buni tekshiradigan bor ekanmi? Nima prezident farmonini inobatga olasizlarmi desa, inobatga olmas ekan bular. Faqat buzish qaror chiqqanmi? Katastrofa qonli yerlarni bergin deyapti. Buzish katastrofa ber deyapti. Yo'q, bu biz bilmaymiz, biz buzishimiz kerak deydi. Uyingni buzishimiz kerak deb kelaveradi. Oxiri yo'q. Bu bilmasam men o'lsam tugaydimi? O'lim bilan tugaydimi? Bu qachon tugaydi bilmasam. Mana yana 23ga keladi. Ungacha jurak o'shlab yashayman. Davleni ham tushmaydi. Yuragim mazasi yo'q, kallamda mazasi yo'q. Quloqim kar bo'lib qolgan. Iltimos, bir yordam beradigan bormi? Bir ilojini topadigan bor ekanmi? Bir so'raydigan bor ekanmi? Yo'qmi? Iltimos yordam beringlar. Buni oxiri bormi? Yo shu yana bir 2 yildan beri shu bosmachidan mana buzamiz buzishimiz kerak. Shu o'yinga deydi buzishimiz kerak. Bizlar bir 70ga kirayotgan qariya bo'lsak, bir yoshlar deb men bolalarimga yer bergan bo'lmasa, yo boshqa qilgan bo'lmasa, men bir yordam so'rayotgan bo'lmasam, men mehnat qilib ishlab yurgan daladan yashashga haqqim yo'qmi? Meni uyimga haqqim yo'qmi? Men yana qachon xona uy quraman? Iltimos, buni oxirini bir ko'ringlar, tekshirib, nima qilinglar? Nima prezident qarorini ham bir inobatga olinglar. Men Do'stmurodova Gulhayo Shaydilovna, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida yashab kelmoqdaman. Mana shu hozir tog'am gapirib berayotgan voqealardan hammasidan xabardorman. O'zim bilan sudlarga borib qatnashganman. Necha marta buzish uchun qarorlar chiqib kelgan, hammasida qatnashib kelyapman. Bo'lgan voqealardan hammasidan xabardorman. Mana shu uyda ikki xo'jalik yashaydi. Iltimos qilaman mana shu yordam berishlaringizni. Kasal bo'lib qoldi. Topgan puli faqat sudga, ko'chaga ketdi. Na yeyishida, na ichishida halovati bor. Mana ayoli kasal bo'lib qoldi. Davleni topdi. Yurak kasal topdi. O'zi hozir jigar seroz bo'lib qolgan shu tog'amda. Iltimos qilib so'rayman sizlardan, bir qonun yo'qmi? Faqat sudlarga bila bordim, qatnashdim. Sud raislari menga gapirishga hech nima bermadi, so'z bermadi. Savollar tug'ildi, lekin bu kishilar sudga borib gapira olmaydi, sudlarda savol bera olmaydi. O'sha fermer bu kishilarni savollarga tug'ib, to'ldirib tashadi savollarga javob bera olmadi. Umuman qonun yo'qmi? Hech kim yordam bera olmayapti-da. Iltimos qilib so'rayman sizlardan, mana shu insonlarning uyini buzilmasligiga yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bu kishilar uyi buzilib ketsa qayerga boradi? Bir jigar so'rayapti, xotini yurak kasal. Davlini topdi. O'sha hozir o'zi bilan turib, o'zi o'g'li kelini bilan yashayapti. Necha yillardan beri o'sha kelinini, o'g'lini farzandi yo'q. Topgan puli o'sha keliniga, o'g'liga ketyapti, o'zlariga ketyapti. Faqat bir pensiyaga qarab turgan insonda o'sha fermerga necha yildan beri suvchi bo'lib ishlagan, bir zum oylik bermagan. Ha, bug'doy ekkanda, bug'doyimda o'tinlarda o'tin berib yordam qilgan, lekin hech qanday oylik to'lab naqd kelmagan. O'sha urushda guvohlik bergani uchun, haqqoniy gapirgani uchun o'sha fermer
endi o'sha sudga borib, hokimiyatga borib haqqoniy gapirgani uchun mana shu uyni buzaman deb fermer necha yildan beri bu kishilarni sarson sargardor qilib kelmoqda. Yana bir bor iltimos qilib so'rayman sizlardan. Mana shu kishilarga yordam beraylik. Uylari buzilmasin. Agar uyi buzilsa bular qayerga boradi? Hozir bir xona uy qurib yashash juda ham qiyin-da. Shuncha daraxtlar ekdi, nimalar qildi. Mana necha yildan beri o'sha fermer bo'lib kelganda bu nima deydi desam, bu fermerga qarashli yer emas, lekin haqiqatni aytib qaraganda-da, lekin bu tog'am haqiqatni aytgani uchun, fermer qamalib chiqqani uchun, o'sha bir urushda guvohlik bergani uchun endi bilmadim qanday qasddan nima qilyaptiman. Bilmadim nima deyishga, lekin faqat iltimos sizlardan uyini buzmasligiga yana bir bor iltimos qilaman, yordam beringizlar. Bir kambag'alni, bir jigar seroz, hammasi xullas kalon kasalda, topgan puli nimalarga ketyapti. Yordam beringizlar, iltimos sizlardan. 8 yoshimdan beri şeyga ishlab kelaman. Dalaga kultivator bo'lib ishlayman ukajon. Mana shuni shu Tomarxon ukajon 1990-yil olganman. 1990-yil olganman, 96 uy qurib, shundan beri sog'lig'i, svet sog'liq nimasi hammasini to'lab kelyapman. 2011 fermer şeyga keldi, yer dalani oldi. Dalani olib desangiz, keyin ishlanglar dedi, bizlar ishlay olmaymiz, kelisha olmaymiz dedik. Keyin desangiz, Sherobod suvetiga borib qaror chiqartirib keldi uyni buzishga. Keyin desangiz, u yerga mahalla tushib, ishlanglar, qo'yinglar, urjanglar, qilmanglar, ag'oyinsizlar deb, keyin anaga 11-12 yil ishladim. 12 yil ishlab, keyin mazam bo'lmay qoldi. Mazam bo'lmagandan keyin chiqdim desangiz, chiqqandan keyin bunday yuruvdim. Bir dalamga bir kun yordam berdi, dalasiga yordam berib kelatim, bir ikki kishimi tuyishayotgan ekan. 3 kishi bir kishini urayotgan ekan. Shunday ko'rdim, keyin ajratdim, ko'nmadi. Shunda quchoqlab ushlab turdim. Birov chap tomondan toshman soldi, shundan ketib qolibman. Ertasiga desangiz, militsiyalar chaqirdi. Birov aytgan ekan, shu oldiga turdim, keyin shohidlik qildim. Shu shohidlik qilganim uchun, guvohlik qilganim uchun 2023 qamalgandan keyin qaror chiqib kelyapti. 2012-yildagi qaror uy buzilsin deb bu qaytib nima qilgan, qaytib chiqargan, o'zi qamoqqa yotib. Shuni sizlardan mana kadastr qog'ozim bor. Sizdan bu hammalaringizdan iltimos qilaman, bir yordam berishlaringizni. Bu qo'ymayapti. Bu rayon kattalari ham bundan qo'rqib hayqadi. Mana hozir kelib ko'rsalaringiz, biz 20 gektar yer dalab yegusi yotdi. 2-3 yildan beri bir xas ekmaydi ham, bunga birov gapirolmaydi ham, nima ham qilolmaydi. Shunga bir yordam berishlaringizni iltimos qilaman. 18-yil. 2018-yil kadastr qilganman. Prezident boyamizda prikazlar chiqqan, shundan kadastr qilganman. Mana shu 2023gacha xabarim yo'q. 23ga olib borsam, bu keyin nima qilingan deydi. Atkaz qilingan kadastr. Buni qaytib atkaz qilgan. Hokim atkaz chaqirib, sudga chaqirib aytish kerak. Mana buni atkaz bo'ldi. Atkaz eshitganmi? 2023ga kelyapti. Kadastrning atkaz bo'lgan, nima bo'lgan. Qaytib atkaz qilgan xabarim yo'q. Nima sababdan atkaz qilingan? Shuni bilmayman-da, kim atkaz qilgan, atkaz qilingan deb. Qaytib atkaz qilgan xabarim yo'q. U kadastringiz bekor bo'lishi haqida sizga qanaqadir ogohlantirish keldimi? Ogohlantirish kelganda aytyapman-ki 2023ga kelyapti, kadastring atkaz qilingan. Shungacha u gapam yo'q edi, so'zam yo'q. Urg'anaga shohid bo'lganim uchun mana shu ishni qilib o'tiribdi. Mana rayonga, oblastga hamma bundan qo'rqami? Nima qilamiz? Bir kishi gapira olmaydi. 15 marta sud bo'ldi. Sherobodga bo'ladi, oblastga bo'ladi. Boraman, avval yaxshi gapirib turadi, sud oxiriga mirsaytga talab yana bo'ladi. Hozirda holat nima bo'lyapti? Hozir buzishga qara, shu 2012-yilni ko'tarib o'tirdi. O'zi 3 yildan keyin mumkin emas dedim. Yana shu qaror chiqib kelyapti. 2012.